Men sevgan 5 ta o'zbek kinolari. Birinchi film bu janob hech kim. Yigit bolaligida yetim qoladi va tog'asini qo'lida katta bo'ladi. Tog'asini 4 ta qizi va bitta o'g'li bo'ladi. Bitta o'g'li bo'lsa narkoman bo'ladi. Ular juda ham boy yashashadi. Shuning uchun ham ular ko'p erka, tantiq bo'ladi. Alisher Uzoqov, ya'ni bizning glavniy geroyimiz uyda как xizmatkordek bo'ladi. Hamma ish uni bo'ynida bo'ladi. Shunga qaramasdan u hayotidan nolimaydi. Keyingi kino Telba kinosi. Bu kinoda kambag'al oiladan chiqqan yigit bo'ladi. U ko'chada oyisi qilgan xonimlarni sotadi. Bitta qizni uchratib qoladi. U qiz juda ham boy oiladan bo'ladi. Prям boy. Xullas, yigit qizga yaqinroq bo'lish uchun uni uyiga xizmatkor bo'lib ishga kiradi. Xullas, kinoni hammasini aytib bermayman. O'zingizlar tinchgina ko'rib olinglar. Keyingisi albatta Panoh kinosi. Unda men sevgan aktyor Farruh Soipov o'ynagan. Farruh Soipov o'ynagan kinolar hammasi zo'r deb hisoblayman. Boyvachcha oilani ikkita qiziga telexranitel qilib Farruh Soipov va Ulug'bek Qodirovni qo'yishadi. Va ikkita qiz ham o'z telexranitellarini sevib qolishadi. Просто super. Как сказки. Ulug'bek Qodirov o'qimishli, armiyani endi bitirib kelgan bola bo'ladi. Farruh Soipov bo'lsa qamoqdan chiqqan bola bo'ladi. Qizlar o'z telexranitellariga erga tegadimi, yo'qmi? Bilish uchun shu kinoni ko'ring. Eng grusniy kinolardan bittasi bu Fotima va Zuhra. Bu kinoda Fotima va Zuhra Shahzoda Musayeva va Gulchehra Eshonqulova eng chiroyli aktrisalar. Ulug'bek Qodirov bo'lsa bu kinoda salbiy rolni o'ynagan. Xullas, Fotima o'zini akasini qidirib ko'chaga chiqadi. Qidirib ko'chada yurgan payti uni o'g'irlab ketishadi va zo'rlashadi. Dalaga otvorib ketishadi. Fotimani topishadi, lekin u bu narsaga bardosh bera olmasdan o'zini joniga qasd qiladi. Zuhra bo'lsa opasi uchun qassos olmoqchi bo'ladi. Keyingi kinoyimiz Faryod. Bu kino soqov oilada tug'ilgan bir qiz haqida. U soqov emas, u sog'lom tug'ilgan bo'ladi. Ota-onasi faqat soqov bo'ladi va juda ham kambag'al yashashadi. U qiz bo'lsa boy yigitni uchratib qoladi va ular bir-biriga ko'ngil qo'yishadi. U yigitning ota-onasi bu qizga uylanishiga qarshi bo'lishadi. Yigit ota-onasi qarshi bo'lishiga qaramasdan u qizga uylanadi, to'y qiladi. To'ydan keyin ularning farzandi tug'iladi. Ularning farzandi sog'lom tug'iladimi yoki soqov bo'ladimi? Shuni bilish uchun albatta bu kinoni ko'ring. Xullas, bu men yaxshi ko'rgan top 5 taligida. Siz qaysi o'zbek kinolarini yaxshi ko'rasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.